Sehringizdan yashnab yuraman, mag'rur qadam tashlab yuraman. Dunyoda eng tabarruk inson, dada sizni yaxshi ko'raman. Assalomu alaykum. Assalomu. Rajabov Akbar bobo siz bo'lasizmi? Ha, Rajab Akbar men. Tavallud ayyomingiz, payg'ambarimizga ummat bo'lgan kuningiz hamda 75-bahoringiz muborak bo'lsin. Rahmat. Va sizni Telegram ijtimoiy tarmog'idagi dil izhorlarim yaxshi kun biz bilan loyihasidan bezovta qilyapmiz. Maylimi, ozgina vaqtingizni olsam? Mayli. Endi shu o'rinda sizga bir savol bilan murojaat qilmoqchiman. Bizning loyihamizga aynan siz uchun juda ham chiroyli tabrik so'zi kelib tushgan. Bu tabrik so'zini siz tomon yo'llagan inson kim deb o'ylaysiz? Endi meni o'g'lim bo'lishi mumkin, qizim bo'lishi mumkin, qizlarim bor. Demak, siz hamma uchun sevimli va suyukli ko'rinasiz. Qaysi bir yaqiningiz yoki tanishingiz ekanligini aniq ayta olmayapsiz, to'g'rimi? Ha, aytolmayapman. Mayli, sizni ko'p qiynamasdan o'zim aytaman. Bu sizning mehribon, samimiy, oqko'ngil, sizni jonidan-da ortiq yaxshi ko'radigan va dunyolarga alishmaydigan, ko'zlaringizning va ko'nglingizning quvonchi bo'lgan aziz farzandingiz, qizingiz Gavhar opa nomidan. Ha, rahmat. Hamda ularga hamrohlik qilib qizlaringiz Gulshod opa, Risolat opa, Dilorom opa, Farida opa, Saida opa, o'g'illaringiz Akmal aka, Sanjar aka, kelinlaringiz Iroda opa, Nargiz opa, nabiralaringiz va nabira kelinlaringiz va barcha sizni yaxshi ko'ruvchi yaqinlaringiz nomidan o'z dil so'zlarini siz tomon yo'llamoqchiman. Katta rahmat. Judayam ko'nglim ko'tarildi. Rahmat otajon, juda ham havasim keldi. Bir necha kunlardan buyon harakat qilyaptilar. Farzandlaringiz sizni ko'nglingizni ozgina bo'lsa-da xushnud qilish uchun. Aslida bu dunyoda hozirgi kunda ajratilgan ozgina vaqt va berilgan bir chimdim mehrdan ortiqroq sovg'a bo'lmasa kerak, to'g'rimi? To'g'ri, judayam to'g'ri. Ko'z tegmasin, shunday farzandlarni ulg'aytirib, voyaga yetkazib, to'g'ri tarbiya beribsiz, har doim rohatini farog'atda ko'rib yuring. Katta rahmat. Assalomu alaykum qadrligim, mehribonim, qalbi quyoshligim, aziz otajonim. Sizni tug'ilgan kuningiz bilan tabriklab, sizga mustahkam sog'lik, boqiy umr, barcha rejalashtirgan ishlaringizda omad tilab qolamiz. Yuzingizdan tabassum arimasin. Bizni ko'tarib, voyaga yetkazgan kuchli va mehribon qo'llaringiz aslo dard ko'rmasin. Beg'ubor qalbingiz hech qachon dard chekmasin. Ko'zlaringiz har doim quvonchdan porlasin. Tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin deya siz uchun 2 misra she'rlarini ham tayyorlab qo'ygan ekan. Otajon, shu o'rinda farzandlaringiz aytdilarki, bizning otajonimiz dunyodagi eng yaxshi insonlardan biri. Bizni hech kimdan kam qilmasdan voyaga yetkazgan, har doim ko'nglimizga qaragan, ba'zan o'zining orzularidan voz kechib bo'lsa-da, bizning orzularimizni ro'yobga chiqarish uchun butun umrini baxshida qilgan inson hisoblanadi. Biz shunday insonlarning farzandi ekanligimizdan har doim faxrlanganmiz. Bu tabrik so'zimizni dengizdan tomchi deb qabul qilsinlar. Xudo xohlasa biz farzandlarga Allohim shunday kuch-quvvat ato etsinki, Allohning uyi bo'lmish umra va haj ziyoratlariga har yiliga bir marotaba yuborib turish nasibi ro'z aylasin deya qayta ta'kidlab aytdilar. Rahmat, katta rahmat. Ostonamni xatlab kirolmaydi g'am. Ko'nglimni yengolmas alamlar turli, siz bor, ko'zlarimni yo'qlamaydi nam. Ota, yoningizda bo'lmoq huzurli.
Oqlarga almashib sochingiz rangi, sizni charchatibdi yillarning jangi. Hikmatlar olaman yangidan yangi, ota yoningizda bo'lmoq huzurli. Borsizki yurmaymiz hech nidan cho'chib, yashaymiz omadni erkalab quchib, halovat istasak boramiz uchib. Ota yoningizda bo'lmoq huzurli. O'zgarsa o'zgarar mayli zamoni, yaxshiga aylanar bir kun yomoni. Qiziqmas dunyoning to'rtta tomoni. Ota yoningizda bo'lmoq huzurli. Gohida yurakdan quvonchim toshib, borligingiz uchun yashayman jo'shib, yuribman ismimga nomingiz qo'shib. Ota yoningizda bo'lmoq huzurli deya o'z dil so'zlariga yakun yasaganlar. Rahmat, katta rahmat. Shunchalik ko'klarga ko'tarildim. Juda katta rahmat. Rahmat otajon, sizni xursand qilganimizdan biz ham albatta bu so'zlaringizni eshitib, farzandlaringiz ham juda ham xursand bo'ladilar. Har doim mana shunday yaqinlaringiz ardog'ida, elu yurt ardog'ida sevilib yashashdan hech qachon charchamang. Umringiz uzoq bo'lsin. Alloh bergan umrni fayzli va barokatli o'tkazib, ikki dunyo saodatiga erishib yuring. Qaddingiz va qadringiz doimo baland bo'lsin. Siz bilan qisqa vaqt davomida yaxshi kun biz bilan loyihasi bo'ldi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Katta rahmat, katta rahmat. Judayam katta rahmat. Rahmat otajon, sog' bo'ling. Rahmat, katta rahmat. Boshqa tilim ojiz. Rahmat otajon, umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat. Davronimni so'ribman dada, rosa qaddim uribman dada. Sultonimsiz malika bo'lib davringizda yuribman dada. Davronimni suribman dada, rosa qaddim uribman dada. Sultonimsiz malika bo'lib davringizda yuribman dada. Duo qilib qaytaman, boringizga shukr aytaman. Faxrlanib hamma joydaman, davringizda yuribman dada. Duo qilib qaytaman, boringizga shukr aytaman. Faxrlanib hamma joydaman, davringizda yuribman dada. Qo'rqitmaydi biror tashvishim, siz borosan bitar har ishim. Dunyoda eng tabarruk kishim, davringizda yuribman dada. Ibrat ekan har bir so'zingiz, mehr bilan boqar ko'zingiz. Men uchun eng so'ri o'zingiz, davringizda yuribman dada. Duo qilib qaytaman, boringizga shukr aytaman. Faxrlanib hamma joydaman, davringizda yuribman dada. Duo qilib qaytaman, boringizga shukr aytaman. Faxrlanib hamma joydaman, davringizda yuribman dada. Sizga xizmat qilaman dada. Poyingizga qasrlar qurib, qarshingizda bosh egib turib, dunyolarni bir chetga surib,
sizga xizmat qilaman dada. Ayting bo'lsa to'ldiraman kam, qalbingizda qoldirmayman g'am. Navbat keldi endi menga ham, sizga xizmat qilaman dada. Viqoringiz oshirib yana, borim beray siz uchun mana. Ishga tushib ko'ngilu tana, sizga padar buzrukvorim, mehribonim, otajonim, xizmat qilaman yana.